fasl Qur'onning g'ariblarining sharhida. Ya'ni Qur'ondagi g'arib notanish so'zlar bor-ku. Notanish so'zlarni alohida lug'at tafsir qilishliklar qilib bor. Va ahsan turuq fi sharh g'arib Qur'ondagi g'arib lafzlarni sharhlashlikdagi eng go'zal yo'l Qur'onning tarjimoni bo'lgan sahobiy Abdulloh ibn Abbos roziyallohu ta'ala anhumodan sahih bo'lgan narsadir. Bu kishida nima sahih bo'lsa, Qur'onda g'ariblarni tafsir qilishda eng yaxshi narsa o'sha bizga. Ahsan turuq sharh g'aribda g'arib hadislarni mana oyat Qur'ondagi g'arib so'zlarni sharhlashlikda Hazrat Abdulloh ibn Abbosdan sahih bo'lgan narsa eng go'zal yo'l. Qaysi yo'l bilan keyin o'sha Antariq ibn Abi Talhani yo'li bilan. Talhani yo'llaridan kelgan. Ya'ni Abdulloh ibn Abbosdan Abu Talha rivoyat qilgan hadis g'arib so'zlarni sharhlashlikdagi eng sahih hadis hisoblanadi. Va ataman alayhi al-Buxoriy fi sahih g'oliban Imom Buxoriy ham o'zlarining sahih kitoblarida shunga e'timod qilganlar. Faqat o'shandan keltirganlar. O'shandan topolmasalar keyin boshqalaridan keltirganlar. Shundan keyin Abu Talhaning yo'lidan keyin Tariqul Zahhok ibn Abbos turar keyin. Hazrat Zahhokning ibn Abbosdan rivoyat qilgan yo'llar turadi. Zahhokning shogirdlari bilan hammasi. Keyin 3-o'rinda Ibn Abbos roziyallohu ta'ala anhumoning javoblari turadi. Nofi ibn Azraq degan odamning savollaridan. Ya'ni Nofi ibn Azraq degan mana u nima degani, Qur'onda nima so'z, mana u nima degani deb o'tiravergan. Unga Hazrat Ibn Abbos javob berib turgan. 3-o'rinda bu turadi. Sahihida. Imom Suyuti batahqiq zikr qildi bu 3 ta yo'lning kitobi Itqon fi ulumul Qur'onda. Mana 3 ta yo'l bor Ibn Abbosdan degan gapni Itqonda zikr qilgan. G'oliban o'sha nimalarda ham lug'atlarda qaysi savol so'ragan, o'shanga javob berganlar, uni ham keltirgan edi. Itqon kishi keltirmaydi. Ma'na qalahu al-Buxoriy min sharh al-gharib an a'immat at-tafsir. Keyin Imom Buxoriyni tafsir imomlaridan g'arib so'zlarni sharhlashlikda naql qilgan narsasi turadi. Tafsir imomlaridan, sahobat Ibn Abbos emas, keyin boshqa u kishining shogirdlaridan naql qilgan narsalar turadi keyin o'rinda. Summa ma rawahu sa'irul mufassir an as-sahabat va tabi'in va atba'ihim radhiyallohu anhum min sharh al-gharib. Bundan keyingi darajada mufassirlar sahobalardan, tabi'inlardan, tabi'at tabi'inlardan shu Qur'onni g'ariblarni sharhlashlikda rivoyat qilgan narsalari turadi. Va ara min al-munosib men munosib deb ko'ramanki, ana ajma'a fil bab al-khamis 5-bobda jamlasam, mana shu risolam 5-bobda. Jumlatan solihatan anchagina yaxshigina miqdorini kifoya qilib bo'lgan miqdorini jamlamoqchiman. Min sharh g'alib al-Qur'on, Qur'ondagi g'arib so'zlarni sharhlab turib aytmoqchiman, tarjimalarni aytib ketmoqchiman. Ma bayon asbobun nuzul, asbobun nuzulni bayoni bilan. Asbobun nuzullardan zikr qilaman. 5-bobda. Buni degan bir kitobda qo'shmagan buni. Qotib ketganda u kitobda bilan bir xil qolgan, u yaxshi qo'shmagan. Suriya nusxalarida qo'shgan ekan. Endi u dars qilib o'qigan narsa emas, endi kitobda buni nima ekandir alfabet bo'yicha qo'l o'rolasiz. U alfabet bo'yicha emas, u suralar bo'yicha keltirgan. Alif lam deb turib, sura Baqaradagi g'arib lug'atlarni ketadi. Naql olimlar naqldan ketadi sura. Har bitta 2-3 ta bitirdan chiqib ketaveradi. 2-3 ta bitirib chiqarib beradi lug'at. Ma va aj'aluha risalatan mustaqillatan deb degan. Uni alohida bir mustaqil kitob qilaman. Faman sha'a zammaha ila hadhihi risalat. Kim xolasa shu kitobga qo'shaversin uni. Mana shu Fawz Kabir. Holata va man sha'a afradaha alahida. Agar uni xolasa alohida qilib uni yolg'iz qo'yasin. Valinnas fima ya'shiquna madahibu. Odamlarning yaxshi ko'rgan ishlarida mazhablari bo'ladi deyapti. Ya'ni kim nima xolasa yana qilaveradi degani-da bu. Odamda hammasining o'zini yaxshi ko'rgan ishida qilgan o'zining mazhabi bor deyapti. Oshiqda hammasi mazhabi bor. Qaysinga oshiq bo'lsa shu mazhabda. القدماء ربما يفسرون اللفظ بلا ضمن معناه ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ربما يفسرون اللفظ بلا ضمن معناه وقد يتعقب المفسرون المتأخرون ذلك التفسير القديم من جهة تتبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال والغرض المطلوب في هذه الرسالة سرد تفسيرات السلف بعينها ولنقدها وتنقيحها موضع آخر غير هذه الموضع ولكل مقام مقال ولكل نكتة مجال. القدماء ربما يفسرون اللفظ بلا معناه.
mufassirlar qadim mufassirlar eskilar lafzni gohida tafsir qiladilar ma'nosining lozimi bilan. Masalan, shunday bo'lgandan keyin mana u gap chiqadi deydi-ku, asli o'sha keyingi chiqadigan gap buni gapning ma'nosi emas u. Mana shunday buni degani bunday degani deydi. Mana bunday degani shu ma'nosi endi. Shunday bo'lgandan keyin buni ham chiqadi deydi-ku, o'sha ikkinchi narsa lozimi ma'nosi shu. Ma'noni shuni bir o'shani buni ma'nosi o'sha narsani lozim tutadi-da. Lozim tutadi. Shuning uchun gohida mana u narsa bilan ham so'zni tafsir qilib qo'yar odamlar deyapti-da. Ma'nosi o'zi bu. Hali buni ma'nosi o'rtadagi narsa o'zi asli. Mana undan keyin mana u gap chiqqan. U ma'no lafzdan chiqmagan. Lafzdan birinchi ma'no chiqqan, ma'nodan shunday bo'lgandan keyin mana ularda o'sha qo'shan o'zimizda ham bor-ku. Mana u bilan tafsir qilib qo'yadi. To'xta, asli buni degani emas. Ancha uzoqlashib ketib qoladi-da gohida. Asosiy ma'no buni o'zi tushungan buni. Lozim ma'no. Gohida deyapti ومما ينبغي أن يعلم هنا بيدرك أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه. Sahobalar, tobiinlar gohida bir lafzni uni ma'nosini lozimi bilan tafsir qiladilar. O'zi ma'nosi bilan emas, ma'nosini lozimi bilan tafsir qiladilar. Mana u tafsiriga ma'noni keltirmasa, ma'nosini lozimini keltiradilar. Vaqad taqabbal mufassirun al-mutaakhirun zalika tafsir al-qadim. Keyin mutaakhir mufassirlar ana shu narsani keyin ta'qib qilib ayblab kelar orqasidan. Keyingi mufassirlar uni ta'qib qiladilar. Ya'ni ayblaydilarga ma'no bo'lishi. Zalika tafsir o'sha eski tafsirni. Min jihati tatabbu'i lug'ati, lug'atdan izlashlik jihatidan va tafahhus mawarid iste'mol qilinadigan o'rinlarni oqtarishlik jihatidan deyapti. Shuningdek, hozir nima degani? Eski mufassir tafsirchilar ham, eski mufassirlar, qudamolar ham o'shani tafsirini, ma'nosini bilgan, lug'atini bilgan. Lekin uni lozimini ham nima qilarganda, chunki lozim ham ma'nodan ajralmaydigan narsa bo'ladi-da. Lozim ham ma'nodan ajralmaydigan narsa bo'ladi. Masalan, quyosh chiqishlik kun bo'lishligini nima qiladi? Quyosh chiqishligi kunni chiqishligini lozim tutadi. Kun bo'lishligini-da. O'shancha quyosh chiqsa mana kun bo'ldi desa bo'laveradi. Kun chiqdi desa ham bo'laveradi masalan. Quyoshni kun deb tasavvur ana kun ko'rindi deydi-ku. Asli kun emas-ku. Asli quyosh, ammo quyosh mana shu kunni lozim tutadi. Endi ana buni quyoshni emas, chiqqan narsani quyoshni emasdan kun deb turib, keyingi qadim mufassirlar, eski mufassirlar ayblaydi keyin deyapti. Lug'atni ko'radi-da, lug'atda quyosh degani kun degani emas ekan-ku deydi-da, masalan. Min jihati tatabbu'ul lug'ati, lug'atni izlashlik, tafahhus mawarid iste'mol qilinadigan o'rinlarni oqtarishlik bilan bechoralar mana bu iste'mol qilinmagan ekan-ku, qanday deb oldi deb turib ayblaydi deyapti. Xullas, bu kishi aytayaptilarki, uni ayblashga haqqi yo'q deyaptilar. Ayblashga haqqi yo'q. Mufassirlar ham chunki ular ham aytib turgan narsa ma'nosiz aytmagan ular ham. Lozim shu bo'lgandan keyin o'zlari buni endi aytib o'tish hojati ham yo'q degan ma'noda aytib qo'yadi deb. Bu yerga chiqib qo'yib, ma anna taqibahu g'ayru muloyim. Bal huwa min balki vaholanki keyingi mufassirlarni avvalgi mufassirlarni ayblashligi o'rinli emas deyapti. Bilmas. Kam go'yo bunga o'xshaydi ular qilgan ishi. Kam min oibin qawlan sahihan. Tuppa-tuzli gapni nechta ayblaydiganlar bor. Tuppa-tuzli gapni sahih gapni ayblaganlar bor. Va ofatuhu min al-fahmi mustaqim. Ammo ayblashligini ofatini o'zi tushunmaganligidan ayblaydi. Xuddi shunaqangidan bo'lib qoladi bular ishi ham. Juda keyingi mufassirlar o'yinda o'g'ona avvalgilar bilgan ekan, keyingilar bilmagan ekan, keyingilar bilibdi, avvalgilar bilmagan ekan deyishga o'tolmaydi deyapti-da. Avvalgilar ham ma'no deb aytmagan, ma'noni lozimi deb turib nazarda tutib aytgan. Agar haqiqiy ma'nosini so'rasa, ular ham bilardi asli lug'atini. Wal gharadul matlub min fi hadhihi risalati. O'sha haligi risoladagi maqsadim mana. Haligi ko'p mustaqil bir g'aliblarni maqsad chiqaman dedi-ku. Sardu tafsirot salaf bi ayniha. O'sha salaf solihinlarni bi ayniha tafsirini keltiraman men. O'sha lozimini aytgan bo'lsa, lozimicha turaveradi, lug'atini keltirmayman men debdi-da. Bi aynihi keyingi mutaaxir ulamolar gapiga qaramasdan, o'sha salaf solihin mutaaxir ulamolarning nimasiga qaraganman, mutaqaddim ulamolarning gapiga qaraganman, tafsir shuni keltiraveraman deyapti-da. Xoh lug'ati bo'lsa, o'sha ma'nosi bo'lsin, xohingki ma'nosini lozimi bo'lsin deyapti. Va li naqdiha va tanqiha mawzi'un oxir g'ayru hadhihi al-mawzi'i. Ammo uni naqd qilishlik, tanqid qilishlik, yoki uni tozalab asl lug'ati emasdi, lug'ati edi yoki lozimiy edi deyishlik fi mawzi'in oxir g'ayru hadhihi. U bu o'rindan boshqa o'rinda bo'ladi deyapti. Ularni lug'atga aytgan gap to'g'ri kelmaydi deb
naqddan murod tanqid qilish degan. Va li naqdiha va tanqihiha, uni tanqid qilishlik, ular salaf solihlar gaplarini tanqid qilishlik, yoki uni poklab chiqishlik, buni lug'atga to'g'ri keladi, buni lozimiy ekanini ajratishlik, mavzu'un oxir g'ayru hadal mavzu', o'sha o'rindan boshqa bir o'rinda bo'ladi deyapti. Lekin bu yarashmaydi deyapti. Chunki maqsadim salaf solihlar aytgan keltiraman degan, tanqid qilaman deb keltirganim yo'q deydi. Fali kulli maqamin maqalun, har bir o'rinda ham o'zining gapi bo'ladi dedi. Va li kulli nuqtatin majolun, har bir nuqtada ham o'zining maydoni bo'ladi. Nozik gapda ham gapirilgan joy bo'ladi, har bir gapga ham o'zining joyi bo'ladi deyapti. Nuqtatindan murod ham maqol degan, gap degani. Har bir maqomda ham maqoli bor, har bir maqolda ham maqomi bor demoqchi. Majol keyingi majol maqom ma'nosida. Har gapda o'zining o'rni bor, har o'rinda o'zining gapi bor deyapti. الفصل في معرفة الناس والمنسوخ مواضع الصعبة في التفسير التي مباحثها كثيرة والاختلاف فيها واسع. معرفة الناسخ والمنسوخ ومن أقوى وجوه الصعوبة اختلاف اصطلاح المتقدمين المتأخرين. هاي ikinci fasl nasx va mansuxni bilish to'g'risidagi bob fasl. من المواضع الصعبة في علم التفسير التي مباحثها كثيرة. Mabahaslari, bahs qilinadigan o'rinlari ko'p bo'lgan tafsir ilmidagi qiyin joylardandir. من المواضع الصعبة في علم التفسير التي مباحثها كثيرة. Mabahaslari ko'p bo'lgan tafsir ilmining qiyin o'rinlaridandir. Wal ixtilof fiha wasi'un. Unda mabahaslari ko'p bo'lgan, unda ixtiloflari ko'p bo'lgan, ixtiloful wasi'dan murod ham ko'p, keng, ixtilof unda keng bo'lgan ilm tafsirdagi qiyin joylardandir. Ma'rifatun nasikh val mansukh. Wal ixtilof fiha kathiratun wasi'un. Nima mabahis kathiratun nima asl biladi? Allati mabahis kathiratun wal ixtilof fiha wasi'un. Ixtilof ko'p bo'lgan, mabahaslari ko'p bo'lgan ilm tafsirdagi qiyin o'rinlardan bittasi nasikh bilan mansukhni bilish eng qiyin narsa. Va min aqwa wujuhus su'ubati. Endi nasikh mansukhni uzul kelsa, buni uchun nasikh ekan, buni mansukh ekan deb qo'ysa bo'lmaydimi? Nima endi min aqwa wujuhus su'ubati, bundagi su'ubatlarda qiyinlikni sabablari bor, vajhlari bor. O'sha vajhlarning ichida eng kuchlisi nima uchun nasikh mansukhni degan haligacha masala hal bo'lmaydi. Haligacha bittasi nasikh, bittasi mansukhni, bittasi mansukhni yuradi. Nima uchun? Ixtilof istilohil mutaqaddimin va mutaakhirin. Mutaakhir bilan mutaqaddimlar bunda ham ixtilof qilganda, bular mansukh degan narsa, ular mansukh demagan. Bittasi buning gapini o'qib olgan, bittasi buning gapini o'qib. Bittasi mansukh deydi, bittasi mansukh demayapti endi deydi. Lekin asli mansukh deganlar boshqa narsani tushunadi, keyingilar boshqa narsani tushunadi. معنى النسخ عند المتقدمين والذي وضح لنا باستقرار كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ في معناه اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بمعنى مصطلح الأصوليين. فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض أوصاف الآية بآية أخرى، سواء كان كذلك ببيان انتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر، أو بيان كون القاعدة اتفاقية، أو بتخصيص عام، أو بيان الفارق بين المنصوص بين ما قيس عليه الباطل، أو بإزالة عادة من العادات الجاهلية، أو برفع شريعة من الشرائع السابقة. Endi mutaqaddimlar nasx degani nimani tushungan? Bir narsani nasx qilish, mansukh qilish degani nimani tushungancha? Vallazi wadaha lana istiqra'i kalami sahaba va tabi'in. Sahobalarning gapini tekshirib, tabi'inlarning gapini tekshirib, istiqro yaxshilab tekshirib, o'qib tekshirib chiqishgan. Istaqra al-umur tatabba'aha li ma'rifati ahvali va khawasha. Bir narsani orqasidan tekshirdi, uni ahvolini bilishlik, uni xossalarini bilishlik uchun tekshirdi, istiqro deb qo'ysa. Sahobalarning tabi'inlar gapini yaxshilab tekshirib ko'rgandan keyin bizga ma'lum bo'ldiki, annahum kanu yasta'miluna an-nasx fi ma'nahu al-lughawi. Ular nasx deganda, ular lug'aviy ma'nosini tushunar ekan ular. Biz mansuxlik desa, bir narsani hukmini tugatib turib, boshqa bir hukmni chiqarish, avvalgisiga amal qildirmaydigan xorijchilikni mansuxlik deymiz endi. Shuning uchun sahobalar uni tushunmagan. Sahobalarni o'zini lug'aviy ma'nosida mansukh deb gapirgan. U nima degani? Allazi huwa izolatu shay'in. Bir narsani yo'q qilib qo'yish tosini nasx deyilgan. Avvalgi hukmi tugadimi? Yo'q, mana shu yerda bir narsa bor edi, endi buni o'rniga boshqa so'z keltirib qo'ysa ham mansukh bo'lib qolavergan. Hukmi turaveradi. Uni almashtirib qo'ysa ham mansukh deyilgan. Sahobalar mana bir mansukh bo'lsa, falonchi ulamo buni mansukh deganlar desa, olim sahobat mansukh deganlar desa,
keyingi bitta ilmiy yo'q odam uni o'zimiz tushunadigan mansub deb yuribdi deyapti-da. Asli mansub demoqchi emas, istilohdagi biz tushungan mansub emas u-da. Uni hukmi turibdi. Sahoba mutlaqini bir narsani izolat zoil qilib, o'rniga boshqa narsani qo'yib qo'ysa, mansub bo'lgan. La bi ma'na mustalah al-usuliyyin mana. Bu sahobalar usulchilarni istilohidagi ma'no bilan ishlatmagan mansub deydi. Hamana nasx indahum ularni demak nazarlaridagi mansublik nima? Izolatu ba'zi awsafil oyati bi ayatin ukhra. Demak, o'sha mutaqaddim nima sahobalarning nazardagi nasr oyatdagi vasflardan bitta vasfni zoil qilib qo'yadi, yana bitta oyat bilan. Vasfni o'zi yo'qolib qoladi, sifat. O'sha oldingi oyatda bir vasf bunda yo'q qoladi. Masalan, bitta oyatda mutlaq kelgan narsani, hech qanday sifat yo'q narsani keyingi oyatda sifat bilan keltirib qo'yadi. Avval sifat bilan kelgan narsani keyingi oyatda sifatini yo'q qilib gapiradi. O'sha ham ma'qul o'ylayveradi ularda. Ma'qullarni ko'payib ketyapti uylari. Savo'un kana zalika mana. O'sha izolatu ba'zi awsafil oyati bi ayatin ukhra. Oyatni vasflardan ba'zi bir bitta ikkita oyatni vasfni ikkinchi bir oyat bilan zoil qilib qo'yishlik savo'un kana zalika xohinki bo'lsin u narsa bayon intihoi muddatil amal bir ishga bir hukmga amal qilishlik muddatini tugaganligini bayon qilish bo'lsin. Tugadi endi bu oyatga amal qilinmaydi deyishi va o'zimizlar istilohdagi narsani ham ular mansub uradi. Biz tushungan mansub ham mansub edi. Undan ko'ra ular xullas kengroq doirada oladi mansublikni-da. Bitta narsa mansub ular nechta hamma ishtirokda narsa ular mansub uradi. Bir amalning muddatini tugaganligini bayon qilsa, o'sha oyatni mansub deydi. Nosih narigini mansub deydi. Aw bi sarfil kalam anil mutabadir ila g'ayril mutabadir. Bir kalomni biz o'zimiz tushunadigan ma'nodan biz tushunmaydigan sal uzaro ma'noga burib olsa ham, uni ham otini nima uradi? Nafs uradi. Tegi chiqarib qo'ydi. Bu misoli shunga o'xshaydi deydi mana. كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وذلك لما نزلت هذه الآيات امتنعوا من أموال اليتامى وعزلوهم mana shu oyat innal ladina yakulu amwalal yatama zulman yetimlarda molini zulm bilan yegan odamlar ahvol qoniga do'zax o'tini yebdi dedi. Biz mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin odamlar hammasi yetimning molidan bezor bo'lib hamma qochib olgan keyin. Hech kim yetimga qaramay qo'ygandan keyin. Qaramay qo'ygan. Sadaqala zarar alal aytom. Yetimlarga zarar ko'rib qo'ygan keyin. Boshqa narsa qolib ketgan. Ovqat pul ishlashni bilmaydi. Ki Xudo taolo oyat nozil qilgan oyat alunaka anil yatama qul islahun lahum khayr deb qo'ygan. Sizdan yetimlar haqida so'rasalar, ularga isloh yaxshi, ular maqtullar fasod ketganda ularga qarab turganlaring yaxshi dedi. Farahasi qo'llab yetim bilan aralashib yurishlikka Xudo ruxsat bergan. Lekin zulm bilan ularning ovqatini yeyishlikka Xudo ruxsat bermagan. Va adhalu fil mas. Mana shuni ham ma'sum deydi lekin ular. Yetim mol zulm bilan yeganlar keyingi oyat bilan zulm bilan yesa bo'laveradi degan gap chiqqan yo'q-da. O'sha zulm bilan yeydiganlar degan gap turibdi. Faqat bilan qo'rqib aralashib yurmagan, aralashib yuraveringlar. Yetimning molini yemanglar deganim, aralashmanglar deganim emas. Deb turib shu gapni burib tashlaganda bu yoqqa. O'sha burishlikni o'zini ham bilan mas'ul edi ular. O'sha aw bi sarfil kalam anil ma'na al mutabad ila ghayr al mutabadir. Mutabadir ma'nodan hamma tushunadigan ma'nosidan tushunmaydigan tarafga burib olsa ham hayoliga kelmagan narsaga. Hayoliga kelib turgan narsadan burib bu yoqqa burib oladi. Hayoliga kelmagan narsaga burib oladi. Ular o'sha oyatdan bilan nimani tushungan? Ma'noy mutabadir umuman yetimning yoniga kelib bo'lmas ekan deb tushungan. Yetimning molini yeydiganlar umuman yeb bo'lmas ekan deb tushungan. Vaholanki o'sha yetimga qarab turgan odam yetimning moliga qorovullik qilgancha yetimning molidan yeb turganda. Umuman yeb bo'lmas ekan. Shu ma'no hayoliga shu narsa kelganda, lekin uni hayoliga kelmagan narsaga burib qo'ygan. Ustida hayoliga uni taraflari kelmadiki, agar qaramasangiz yetim sarson bo'lib qoladi-ku. Kim qaraydi unga? Tunga baqa burib qo'ygan. Shu ham avvalgi oyat mansub deb aytilgan, lekin mutaqaddim istilohida mansublar keyin o'ta hukm turgan yo'q, uni yo'qolgan yo'q. Hozirgacha yetimning molini zulm bilan yeyishga harom bo'ladi. Bir hayoliga kelgan narsadan bu kelmaganiga burib qo'yadi. Aw bu ya'ni kaunul qayd ittifoqiyan. Yo'inki bir aytaylik
oyatda qayd bor, qayd sifati bor. Sifati yoki bir vaqt yoki bir sifatga o'xshagan narsalar bayon qilinsa, bular hammasi qayd bo'ladi. Chegara bo'ladi. Masalan, undan odamlar o'sha chegara bilan chegaralanib qoladi. Masalan, aytaylik, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. Sizlarda rabibalaring bor deyapti-da. Rabibalaring bor. Rabiba endi xotiningizning orqasidan kelgan qiz u. Oldingi eridan bo'lgan qiz. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. U bir xotini bilan siz yotgansiz. Yotganingizdan keyin uni qizi bor. Avvalgi eridan bo'lgan qizi bor. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم. U qiz sizni quchog'ingizda turibdi, ya'ni sizni qo'lingizda katta bo'lyapti. Ana o'shani olib bo'lmaydi degan gap chiqadi. Endi ana shu yerda qayd bor. Fi hujurikum degan qayd bor-da. Endi odamga qarab tushunadi, hujurida bo'lmasa o'sha erini uyda qolib ketgan bo'lsa ota bo'laveradi degan gap chiqadi-da keyin. Lekin u sifatdagi qayd o'sha yerdagi sifat ittifoqiy kelgan xolos bu. Tasodifiy deydi, tasodifiy kelgan xolos bu. Chunki nima odatda xotinlar o'zini qizini erinda uyga tashlamasdan keyingi erga tekkan uyimasiga olib keladi birga. O'sha odatda e'tibor bilan tasodifiy kelgan narsa. Uni u chegara mana bundan tashqari bo'lsa bo'laveradi degan gapni tushunmaslik kerak deydi. Ana shunda qanday bir oyatda shunaqa joyga kelib qolgan bo'lsa, keyingi oyat bu tushungan narsa emas, mutlaq u harom deb kelgan bo'lsa, avvalgi oyatda ham mansux deyiladi. Bu mansux emas. O'sha hukmi hali ham turibdi. Fi hujurikum bo'lsa ham olish harom, tashqarida bo'lsa ham harom degan narsa turibdi ba'zi. Ya'ni bayoni kaunil qayd ittifoqiyya. U yerda bir chegarani ittifoqiy ekanligini bayon qilib bersa ham, bu ham mansux bo'lib qolaveradi. Va bi taxsisi ommin. Bir om narsani xoslab qo'ysa ham, jamni xoslab qo'ydi. Omni xoslab qo'ydi. Masalan deydi. Innal insana lafi khusr. Om bu. Insonda hammasi ziyonda deydi. Aqalsa illallazina amanu deb. Buni xoslab qo'yapti. Illallazina amanu va amilus solihat. Innal insana lafi khusrga lafi khusr mansub qilib qo'yadi deydi sahobalar. Vaholanki turibdi, inson hammasi ziyonda degan gap turibdi. Omni xoslasa ham mansub bo'laveradi. Sifat berib qo'ysa ham mansub bo'laveradi. Yo mesela avyon fariq baynal mansuf va ma qisa alayhi zohiran. Yoki mansus bilan siz qiyoslagan narsani o'rtasida farqni bayon qilib bersa ham, uni ham mansuf deydi. Bunga misol aytibdi. Masalan, Xudo taolo bayda masalan riboni ular Xudo harom qilgan. Ular bo'lsa qiyos qilgan. Innamal bay'u mislur ribo degan. Bayga qiyos qilgan, riboni qiyos qilgan. Xudo taolo aqasam halallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Bay halol qilgan, Xudo riboni harom qilgan turib, ular qiyos qilgan narsa bilan Xudo harom qilgan narsa riboni o'rtasida farq bayon qilib beryapti. Bayonul fariq baynal mansusi va ma qisa alayhi zohiran. Mansusun alayhi bo'lgan. Ya'ni ribo harom. Riboga bayda bilan qiyos qildi. Ular qiyos qilgan narsa bilan riboni o'rtasida farqni bayon qilib berishlik uchun va halallohu al-bay'a va harrama ar-riba desa, ularni hali qiyoslarini mansub qilib deb aytilaveradi shunga. Qiyosni mansub qildi deydi. Va izolati odati min odatil jahiliyati. Jahilat odatlarini birorta odatni yo'qotib olsa ham, buni ham ortini nasx qiladi. Vaholanki Xudo taborak va taolo bir hukmni nozil qilib turib, bir hukmni nozil qildi. Orqasidan keyin bir hukm nozil qilib, buni hukmini tugatgan bo'lsa, biz shuni nasx tushunamiz. Jahiliyat odatlardan birorta oyatni nasx qilgan bo'lsa, jahiliyat odatini Xudo nozil qilmagan-ku. Xudo o'zi nozil qilgan hukmni orqasidan ikkinchi bir hukm bilan hukmini tugatsa, o'sha aslidan mansux shu endi. Biz tushunganimiz. Ohangi sahobalar o'sha jahiliyatda qilib yurgan ishni Xudo taolo nima qilib mansux qilib yo bo'ldi, uni qilmaysa u ishni degan bo'lsa ham, uni ham mansux bo'ladi. Vaholanki narigi tarafda mansux bo'lib turgan ish haqidagi hukmni Xudo nozil qilmagan uni. Jahiliyat o'zi odamlar qilib yurgan ishda bir oyat nozil qildi, mansux qildi deb aytilaveradi, deyapti.
Hali bunday emas. Kiygilar istilohida. Ha. Ya bo'lmasa, avliyof shariati min ash-shara'i sodiqa tushunmagan. Avvalgi shariatlardan jahiliyat odatlaridan emas. Avvalgi shariatlarda bir qonun bo'lgan, shariat bo'lgan. Masalan 5 50 vaqt namoz bo'lgan. 50 vaqt namozni Xudo taolo ko'tartirib, uni 5 vaqt namozni qoyim qo'ydi. Shuni ham mansux bo'lgan. Haliga bitta islomning ichida o'tirgan hukm emas u. Avvalgi shariatdek. Qur'onning ichida bitta oyat nozil qilib, orqasiga bitta oyat nozil qilib, o'sha nasx mansux derdik. Hali u avvalgi shariatlardan qilingan yaxshi ishlarni ham Xudo taolo bo'ldi, hukm qilmaysizlar endi uni desa, uni ham o'tir nasx mansux bo'lgan. عدد الآيات المنسوخة عند المتقدمين تتسع باب النسخ عندهم وكثر جولان العقل فيه واتسعت دائرة الاختلاف لديهم ولذلك بلغت الآية المنسوخة عندهم إلى 500 ولذلك endi mutaqaddimlarda nazarda oyat mansux oyat adadi nechta bo'ladi endi? Hatta sahab bobun nasxina nima ko'rib turibsiz. Ularda nazarda nasxni bobi juda kengayib ketdi. Biz mansxni degan narsa juda ko'p ular mansxda bordi. Va kasura javlonul aqli fihi u yerda aqlni javloni juda ko'paydi. Juda ko'p narsalar aqli bilan ular nazarda diqqatga hukm o'zgarib qoldi-da, boshqacha keyin avvalgi bo'lsa boshqacha kelib qolgan bo'lsa, aql javloni aqlni yugurishi u yerda ko'paydi. O'sha aql bilan ular juda ko'p narsani mansub hukm qilishdi-da. Va tasaat doiratul ixtiloflarni ularning o'rtasida keyin ixtilof doirasida kengaydi. Yana bittalari mansubda nargilar uni mansub qilmagan. Hamma o'zini aqli bilan gapiraverganda, aql bilan gapirganda ixtilof chiqadi keyin. Va lidalika balaghatul oyatul mansukhat indam ila 500 oyat. O'shalarning 500 tagacha oyat chiqib ketdi. Sal o'zgarib qolgan mansub sabini o'zlari qo'shib ana shuna qilib 500 ta bo'ldi. Bal iza haqqaqta nazara, balki yaxshilab nazaringizni tahqiq qilib qarasangiz, tajiduha g'ayra mahsuratin. Buni oyat mansub oyatlarni chegaralanmagan holatda topasiz. 500 dan ko'proq bo'ladi, mashida. 500 dan men o'zimga ko'zimga 500 ga yaxshilab qarab, 100 sanab chiqqanim 500 ta. Agar o'shalar nazarda. Agar undan ham ko'ra yaxshiroq qarasa, undan ham ko'ra ko'proq chiqaveradi yani. Va amma al-mansukh hasaba istilah al-mutaakhirin fala yatajawazu al-adad al-qalil. Ammo keyingi ulamolar nazardagi bir hukmni nozil qilib, orqasiga yana bir hukmni nozil qilsa, o'shani mansukh deb atalsa agar, ularda nazardagi mansukhlar lekin adadi qalildan oshib ketmaydi. Sanali bo'ladi xolos o'ziga. La siyama hasaba ma ikhtarna min at-tawjih. Xususan biz ixtiyor qilgan tavjih bilan qarasangiz, undan ham ko'ra kamayib ketadi. Avvalgilarga 20 ta bo'lgan bo'lsa, biz ixtiyor qilgan bilan 5 ta qoladi xolosda. Shuni hatto kam qoldirib olgan mansukh oyatlar. Iloji boricha Qur'onda mansukh oyat qolmaslik kerak deganda, iloji boricha Qur'onda oyatga amal qilish kerak edi. Buni hukmi yo'q degandan ilojini aylantirib qanday amal qilib yo'lini topgan shunga deyapti. الآيات المنسوخة عند المتأخرين وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في الإتقان عن بعض العلماء ما ذكرناه آنفا بتقرير مبسوط كما ينبغي ثم حرر المنسوخة طبق رأي المتأخرين موافقا لرأي الشيخ ابن عربي فعده قريبا من 20 آية وللفقير في أكثرها نظر فلنريد كلامه مع التقريب هاي mutaaxirlarning nazarda kam dedik. Endi o'shalarning nazarda oyatlar haqida gaplashamiz. Narigini gapirib bo'lmaydi. Qaysi gapirasiz? Qaysi birini gapirasiz? Assalomu alaykum axirin. Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhi itqonda zikr qildilar. Ba'zi ulamolardan hozir biz zikr etib qilgan narsalarni. Ya'ni mutaaxir bilan mutaqaddimlarning o'rtasida nasxni ma'nosida farq borligini, ularning nazarida mansub oyatlar ko'p bo'lib ketganligi, ularning oldida kamligini zikr qilgan. Bi taqririn mabsutin kama yanbaghi. Qanchalik lozim bo'lsa, shunchalik juda kengaytirib gapirgan. Summa harrara al-mansukha tabqa ra'yi al-mutaakhirin. Keyin mutaaxirlarning gapiga muvofiq qilib turib keyin tafsir qilgan. Nimani? Tahrir qilgan. Ya'ni yozib chiqqan. Mutaaxirlarda nazariyasini yozgan lekin. Lekin shu gapida Imom Suyuti Sheyx Ibn Arabiyning ra'ylariga muvofiq kelgan. Ya'ni Ibn Arabiy keltirgan daqiqa qilib keltirganda ta'addahu qariban min 20 oyatdan taqriban 20 ta oyat sanagan.
Valil faqih fi aktsariha nazarun. Lekin Imom Suyutining aytgan gaplarida ko'pida meni nazarim bor deydi. Ya'ni ko'pini men qabul qilmaganman degani bu. Meni nazarim bor. Ya'ni o'ylab ko'rish kerak o'shalarda demoqchi. Yaxshilab qarab ko'rish kerak yana. Degan qoniqmayman. Salnuri kalamahu ma'a taqib. Endi men shu Imom Suyutining gaplarini keltiray taqib bilan deydi. Orqasida nima qilaman? Nima bilan? Orqasida sharhlari bilan. Orqasi ayibli gap noto'g'riligini isbotlayman, to'g'ri bo'lsa orqasidan o'zim ham to'g'ri deb ketaman. Taqib deb orqasidan keltirish deydi. Orqasidan kelish deydi. من البقرة قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية منسوخة قيل بآية المواريث وقيل بحديث لا وصية لوارث وقيل بما حكاه من العربي قلت بل هي منسوخة بآية يوصيكم في أولادكم وحديث لا وصية مبين للنسخ. birinchisi keltirgan narsasi aytilgan kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut. O'shancha la ikroha fid din qad tabayyana rushd min al-g'oyiylar deb kuch mansub demakda. Bizi mansub bo'lgan bu oyat deyiladi, mansub demaydi. Uni mansub qilmasa tarjima qilish iloji bor bu narsalarni. Bitta odam masalan mansub degan qo'ygan bo'lsa, o'sha mansub to'g'risida gapirgan odamlar eng baquvvatni tayyorlab turib, o'shalarda o'sha mansub aytganlar ichida ham hatto yo'qda. Imom Suyuti la ikroha fid dinni hatto sanamaga Shohvalilloh deyilib emas. Hatto Imom Suyuti Ibn Arabiy sanamaga ular ikroh fitnlar mansub. Kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut. Mansuha debdi u kishi. Sizlarga farz qilindi, sizlarga o'lim kelganda idza hadara ahadakumul maut intarga khayran wasiyatul walidain wal aqrabin. Hammasini agar o'lim kelib qolganda vasiyat qilsin, aytib ketsin debdi. Mansuha bi qila bi ayatil mawaris. Ya'ni o'zini merosxo'rlariga, orqasida qolib turganlarga o'zi vasiyat qilib taqsimlab berib ketaversin deganda bu kutiba alaykumda. Mana keyin Alloh taolo oyat mavorisini nozil qilib, yusikumullohni nozil qilib, uni mansux qilgan debdi. Mansux qilganligi nima bilan mansux bo'lgan desa, ba'zilar bi oyatil mavoris debdi. Yusikumulloh bilan debdi. Meroslar oyati bilan mansux bo'lsa, vaqila bi hadis la vasiyata li varis. Ba'zilar merosxo'rga vasiyat yo'q. Merosxo'rni Xudo taolo o'zi taqsimotini qilib berdi endi. Vasiyat qilib siz haqqa belgilab berishingizga haqqingiz yo'q degan hadis bilan mansub bo'lgan deydi ba'zilar. Vaqila bil ijmo. Ba'zilar aytadiga ulamolar qarindoshlarga vasiyat qilib bo'lmaydi, qarindoshlarga Xudo taolo o'zi taqsim qilib berdi degan gapni ijmo aytgan deydi. Ijmo bilan hadi kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut oyati mansub bo'lgan deydi. Haqohu Ibn al-Arabiy. Bu gapni Ibn Arabiy naql qilgan. Ular kutiba alaykumni mansub deyishgani, lekin nima bilan mansub bo'lganligi haqida ixtilof qilgan. Ba'zilar la vasiyat li varisin degan hadis bilan, ba'zilar ijmo bilan mansub bo'lgan, bittasi oyatul mawaris bilan mansub. Lekin haqqali mansub deydi. Dedi bu kishi aytadi. Bal hiya mansukhatun bi ayati yusikumulloh fi awladikum. Men aytamanki, uzul kesil aytaman deb. Uzul kesil yusikumulloh fi awladikum zakarim sahazul sayyid bilan mansub bo'lgan. Lekin va hadisu la vasiyata mubayyinun lin-naskhi. La vasiyata illa li varisin degan hadis lekin mansuhlikni bayon qilib beryapti xolos. Mansuhligi oyat bilan bo'lgan. Mana oyatni mansuh, mana shu oyat bilan ana endi mansuh bo'ldi degan gapni hadis yana ta'kidlab bayon qilib beryapti xolos. Lekin oyat mansuh qiladi. Hadis mansuh qilmaydi oyatni deyaptilar-ku yana. Oyat bilan mansuh bo'lgan, hadis bayon mansuh bo'lganligini bayon qilib bergan xolos. Va hadisul la vasiyata mubayyinun lin-naskhi. قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قيل منسوخة بقوله تعالى ما شهد منكم شهر فليصم وقيل محكمة ولا مقدرة. قلت عندي وجه آخر وهو أن المعنى وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين فأزمر قبل الذكر لأنه متقدم ذكرته وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام والمراد منه صدقة الفطر عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين. Har kim toqati yetadigan bo'lsa roza tutishga, u bitta miskinga taom berib fidya qiladi deyapti oyat. Qila mansukhatun biqawli faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Masalan, va alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bir odamning roza tutishga toqati bor. Toqati yetyapti. Alal yutiqunahu fidyatun ta'am miskin toqati bor. Islomda avvalida nima bo'lgan?
ro'za tutishga qudrati ham bitta miskinga ovqat berib qo'ysa tutmasa ham bo'laveradi degan gap chiqyapti-da. Va alallazina yutiquna fidatu ta'amun miskin degan oyat mansub bo'ldi qaysilarda? Faman shahida minkum shahra falyasum. Ro'zani topdimi tutadi deyapti. Tutsin uni deyish bilan fidya bermaydi endi degan gap bilan haligi gap nima bo'ldi? Mansub bo'ldi deydi. Lekin bu bir gap endi. Ibn Arabiyning gaplari bu ham. وقيل محكمة بعضنا ذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين degan gap oyat u muhkama deydi. Mansux emas, zulketul hukmi turibdi deydi. Illa wala muqaddaratun deydi. Bitta la bor deydi taqdirda deydi. وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين bor edi. La bor edi deydi. Qaysi odamlariki ro'za tutishga toqatlari yetmasa, endi ular bitta miskinga taom bir fidyasini berib qo'yursin endi deyiladi deyapti. La taqdir qiladigan bo'lsangiz mansub bo'lmaydi. Agar la taqdir qilmasangiz, unda mansub bo'lib qoladi. Avval odamlar ro'za ham tutishga ham, fidya berishga ham ixtiyorli bo'lgan edi. Endi keyingi oyat nima qilib bo'ldi? Ixtiyor yo'q endi. Xohlasang, xohlamasa endi toqating esa pul berishga nima bo'lsa ham so'rasan deyapti. Bu ikkita gap bo'ldi. Endi bu nimani gaplari bu yog'i? Indi vajun oxir. Bunda uchinchi boshqa bir vajh bor. U nima? Va huwa anna al-ma'na wa 'ala alladhina yutiquna ta'ama fidyatun وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه وهر kimlar yutiqundan murod ro'za tutishga qudrati yetishmas, toqati yetishmas, ovqat berishga toqati yetsa deb tafsir qiladigan bu kishi. Va alallazina yutiqunahu har kim unga murod ovqat yegizishga murod. Yutiqunahu nimaga qaytyapti? Taomu miskinga qaytyapti. Izmorun qabla zikr bo'lib qolyapti keyin. Hali taomu miskin degan bo'lgan-ku tepada. Har kelmagan narsaga bu zamir ishlatyapti deyiladi. Izmor qabla zikr bo'ldi-yu, va alallazina yutiqunahu taomu miskin deydi. Mana va alallazina yutiquna ta'ama ana. Va alallazina yutiquna ta'ama ovqat berishga har kim toqati esa fidyatun. Unga fidya bor deyiladi. Hiya ta'amu miskin. O'sha fidya nima? U miskinga ovqat berish degani u deydi. Fa'azmara qabla zikri, zikrdan oldin izmor qildi. Zikrdan oldin fidya ta'amdan oldin yutiqunahu keltirildi. Li'annahu mutaqaddimun rutbatan va alallazina xullas li'annahu mutaqaddimun rutbatan, chunki u rutbatda martabada baribir oldinda turadigan narsa u deyapti. Izmorun qabla zikr lafzan bo'lib turibdi. Va alallazina yutiqunahu deganda lafzan izmor qabla zikr bo'lyapti. Lekin martabatda izmor qabla zikr emas, chunki martabasi uning oldinda turgan narsa. U aslida mubtadoi muaxxar u deyapti-da. Mubtadoi muaxxar u asli nima bo'lgan? Fidyatun hiya ta'amu miskin mubtadoi muaxxar. Fidyatun hiya ta'amu miskin mubtadoi muaxxar va 'ala allazina yutiquna xabar muqaddam bo'lib qolyapti. Xabarda muqaddam bo'lib turganligi bilan lekin mubtada muaxxar bo'lib turibdi-da. Mayta izmor qabla zikr deyapti, lekin mubtada buni o'rni asli aytdi-da, o'shaning uchun bu mubtadodan keyin aytilgan hisoblanaveradi baribir deyapti-da. O'sha jihatidan joiz bu. Ya'ni endi har kim gapni oyat qisqacha ma'nosi shunday bo'ldiki, har kim ovqat berishga qudrati yetsa, fidyasini berishga qudrati toqati yetsa, fidyasini berib qo'yasin. U fidya nima o'zi miskinga taom berish degani bo'ladi go'yo. Azmar qabla zikr li annahu mutaqaddimun rutbatan. Izmor qabla zikr bo'ldi, agar lafzda muaxxar bo'lib turgan bo'lsa ham, lekin asl zikrda mutaqaddam bo'ladi. Va zakkara zamira. Abu masa fidyatun deyapti. Fidyatun muannas bo'lsa, va alallazina yutiqunahu yaqulun muzakkar keltirdi zamirda bo'lmasa. Siz hu fidyatunga qaytadi deyapsiz.
nimaga endi fidyatu muannas bo'lsa-yu yuti'unani muzakkar keltirdingiz va zakkara zamira li'anna al-murada min al-fidyati huwa ta'am. Chunki fidyadan murod ta'am ismi muzakkar deyapti-da. Wal murad minhu sadaqatul fitr. Undan murod nima? Sadaqayi fitr u. Tushundingizmi? Wal murad minhu sadaqatul fitr va 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya'ni har kim ovqat berishga qudrati yetsa, ovqat berib qo'ysin. Fitr sadaqani bu oyat xullas fitr sadaqa to'g'risidagi oyat bu deydi bu kishi. Uchinchida o'jiq bordi bu kishi. Bu oyat o'zi roza tutilmasa, roza tutilmagan odamga fidya berib qo'yish kerak degan gapni tushuntiraylik. Bu kishi sadaqaga fitrga hamroh qo'ya qoldi. Lekin Shoh Valiylar Dehlaviy rahmatullohi alayhi bu gapiga o'z ta'qiblari bor keyin. Aqadallohu ta'ala al-amra bis-siyam fi hadhihi al-ayati bi sadaqati al-fitr. Demak, mana shu roza to'g'risidagi oyatni Xudo tabaraka va taolo orqasidan mana shu oyatdan keltirib nimaga? Sadaqaga fitr, rozadan keyin sadaqaga fitr bo'ladi degan tushunchash hosil bo'lgan bu kishida. Kama aqada al-ayat as-saniyati bi takbirati al-eid. Keyingi oyatda fazkurulloh fi ayyamin ma'dudatda eid oyatlari bilan eid takbiratlari bilan ta'qib qilgandek. Ikkinchi oyatda orqasidan eid takbiratlari ham keladi. Ya'ni avval iddan oldin bo'lgan narsa sadaqa iftor deyapti, orqasidan keyin takbirat idni ham gapiryapti. O'shandan keyin men qilganmanki, bilganmanki deydi u kishi, o'shdagi va alallazi tuqura degan faqatgina sadaqa iftor to'g'risidagi gap bu. Ro'za tutilmasi video berish to'g'risidagi gap emas bu. Mana shu jihatdan qarasangiz, oyat mansub bo'lmay qoladi endi. Mansub bo'lmasligini iloji boricha mansub gaplari haq to'g'ridir, haq noto'g'ridir. Bu kishi hazrat nimaga harakat qilganda, mansub emaslikka harakat qilgan. Sadaqa iftorga hamil qilib turib, mansub emaslik iloji bor oyatda. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ناسخة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم من قبلكم لأن مقتضاها الموافقة فيما كان عليه من تحريم الأكل والوطء وعلى النوم. ذكره ابن العربي وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة. قلت معنا كما كتب التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع ولم نجد دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك ولو سلموا فإنما كان ذلك بالنسبة للسنة. bu ikki joyat tugadi, ikki joyat sadaqa iftorga ham qilgan. Birinchi oyatda mas'uliyatga ko'ndi xullas. Birinchi oyatda ko'ndilar mas'uliyatga. Ikkinchi oyatda mas'uliyatga ko'nmadi. Shu mas'uliyatda va mas'uliyatga ko'nmadi. Endi uchinchi oyat. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kechqurunda ro'zani kechalarida, Ramazonni kechasida xotinlaring bilan birga qo'shilishlaring sizlarga haloldir. Bu oyat mas'ul emas, bu oyat nosxa. Lekin mas'ul oyat qaysi? Bu shu oyat mas'ul emas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ey iymon keltirgan zotlar, sizlardan avvalgilarga ro'za qanday farz qilingan bo'lsa, sizlarga ham shunday farz qilindi deydi. Esa avvalgilarga farz qilingan narsa shu ediki, ro'zada. Avvalga farz qilingan narsa, ular kechqurun shomdan keyin og'zini ochardi. Og'zini ochgandan keyin kechqurungacha qancha o'tirsa, o'tirib ovqat yeyurardi. Boboda uxlab qolsa, endi turgandan keyin ovqat yeyish mumkin emas edi ularga. O'zi turganligi ro'zani boshlanganligi hisoblanardi. Endi bizga o'sha turgandan keyin xotin bilan birga bo'lar emas, xohing taqot kungacha 4 soat 5 soat bo'lsa ham. Endi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba desa, avvalgilarga qanday farz qilingan bo'lsa, sizlarga ham shunday farz qilindi, bizga ham shunday bo'lish kerak bo'ladi. Ki islomda avvalda odamlar haqiqatan bunaqa qilib ro'za tutib yurdi. Chunki avvalgilarga qanday farz qilgan bo'lsa, bizga ham shunday farz bo'ldi ekan. Ular avvalgilar uxlagandan keyin boshqa xotinlar yotolmasdi, ovqat yeyolmasdi deb turgan. Keyin Xudo taolo uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kechqurunda qo'shilsalar ham halol bo'laveradi sizlarga deb oyatni nozil qilib, kutiba alaykumus siyam deb mansub qildi deydi. Biladi ham. Lianna muqtazoha, chunki kama kutibani muqtazosi nima? Shunday qilib al-muwafaqatu fi ma kana alayhim min tahrimil akl. Ularga biz muvofiq kelishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir ishlardaki kana alayhim, ularga shu narsa farz edi. U nima edi shularga farz bo'lgan narsa? Tahrimul akl, ovqat yeyish harom edi, vati harom edi, uxlab qolgandan keyin. Ba'zan bir marta uxladimi, uxlab turgandan keyin harom